Yo, haligi 2 oyda bir marta borib olib oshga. Men mana shunaqa qilib osh yeyapman bir tovada har kuni oshga, marhamat. Har kuni oshga. Через dень bir haftada bir marta payshanba kuni osh emas. Har kuni. Oyda hozir necha kilo bor? 1 kilo. 1 kilo. 1 kilo. 1 1 kilo. kilo osh. 1 kilo osh turibdi. Mana. O'sha haligi Mirsheroz borda, taniysiz, nimada qassob. Ha. Men bugun aytdim, sizni so'rovda aytdim. Ko'rsating dedi, videoni ham tashlab o'sha qilib u ko'rdi. Endi chaqiramiz endi qo'llashib, a? Bo'ldi. Chaqiramizmi-ku? Bo'ldi. Bugun kelganlarda undan ham yaxshi bo'lar ekan. Bo'ldi hisob Xudo mana. xolasa kelsalar, tovog'imiz tayyor dedi-yu. Bo'ldi mana. 1 kilo osh. Hozir bu yerda 1 kilo osh, sabzi, 400 gram, bitta piyoz, yarim kilodan ozroq go'sht, dumba, ну, короче, mayda pomidor, salat, endi короче, xudo xolasa bo'pti, mayli kelaveringlar Qani endi. bismillah hoji aka.